Ha do'stlar, yaxshimi? Mana uyg'on bola qilamayotgan ishni qilayotgan qiz bola bor ekan. Mana kunduzi savdosini qiladi ekan, kiyim-kechak savdosi. Kechda kavovchilik qilyapti. Menga, men bilan tamush qizon ziyorat qilib keldi. Juringlar. Qizonni yangi oladi ekan. Men bilan tang ko'raylik. Voy, yaxshimi? Qanara, yaxshimi? Bir kirish olavi. Qanara sizga xizmat istadim nima? Qanara sizga xizmat istadim. Ko'rasiz, tasam bo'ldi-ku? Men yomon suyunib ketdim, men ishonladim lekin. Xil o'g'an bal qilamagan qiliqni qilib yetibdi, men qiz bo'ldi deb. Shuni bilan shu azroq nishonini tiklayotgan, nima qilishini bilmayotgan qarindoshlarimizga shu yoshlarga oz to'lib shu nishon tiklab berib, azroq o'zim o'ziga bo'lgan ishonch kuchaysin deb shu film tatib o'tiratman. Shunda suyundim. Sizlar kunduz nima qilsizlar? Kunduzi masalamiz. Kiyim-kechak savdosi qilsizlar, shunami? Kiyim-kechak ko'rim buyumlari degandek chiqamiz va to'p va paj masalamiz. Hozir qandaroq? Hozir yaxshi. Burun kiyim-kechak nashlari yaxshi, hozir kiyim-kechak nashlari ancha yaxshi emas, lekin maosh hali yaxshi. Va kundagi ishimizda kavob yaymi qilsizlar. Shu ishni qilishdan burun sizlarga nima ta'sir qilib kasbni tanlab qoldinglar? Biz asli bu ishga chiqqan vaqtida buni qilish niyat bilan chiqmagancha, asli ishga chiqqan vaqtida biz shu vishonlik, ya'ni turso'zimiz deb chiqqan. Shu bilan bu yerga chiqib, bu yerning amaliy sharoiti nimalarni ko'rgandan keyin shu hamda kechilikka kunduzlikni qilsaqmi, kunduzlik masraf qilsak soat 3 bilan beka bo'lib qolganmiz. Shu bilan bu uyda kechlikka 3 dan topadigan soat 10-11 gacha beka ekanmiz. Bu ishni o'qigandan keyin burun biz buni qilmasdan burun o'zimiz bunda bir lampon chiqarib batgan. Lampon chiqardi. Shu bilan o ishimizni sal eqib qilib, hamda buni sal kengaysak bo'lgan deb başlaylik yozib lampon chiqarganchu. Undan keyin kengaysak bo'lgan deb shu bilan shunda men bilgan ekan. Buni qilib baqaylik deb qilsak shuni qamlashib qoldi. Qo'loldi ish kirdi ekan. Men ishkon do'stma. Yo'q, atsin. Atsingil. Oy, şuna. Bu işni asonlikcha o'g'an ballama manda bir hozir xijil oldu va yoki yuzini manda qildi. Sillimu shu ishni qilishni men numus qilmay manda deydigan uyanib bo'lib baxtimi? Yaxshimi? Endi bu bir numus qilg'idek ish emas. Endi hozir mesela o'zimizga kuchlik tayinib qilgan ekancha biz bir yoki boshqa bir endi ashta deydigan olib bakan numus qilmamiz. Bu numus qilg'idek ish emas. O'z kuchimizda to'g'ri. Shinjonim shu bir maslahatni eshittirdi mesela. Hiç biz pek çok yayın kullanmasak muazzam olsun bir yagende aşıncan romantik bir nemantik tem bir neler bakken de tontasak özünü düştük. Şu hesapta ben hoş oldum, sıkılıp xil uğan balı kılanmaydım, gayretinlik bek suyunub, aşu men neçe vaqt olgan kedilmiş taraf kelibmiş görüşümen deb bugun bir fursat topdu. Ondan keyin şu hozirgi yoshlarimiz hozir nima qilishini bilmayotgan, nishoni yo'q, iziga ishonmaydigan ya jurt yo'q yoshlarimizga ish kuchingiz bir yurak so'zingizni bir ato qilaydigan. Şu min izlab mesela şu to'g'riliq gap qilib yakma qilib qolsa shu mishmishda ish qilsam bo'ldi yoki nereden boshlashni tuhmatmi andamanda izlaganlar mujaq shular deydigan hamda mesela kichik bo'lsin cho'ng bo'lsin qanday bo'lsa ishni hamda boshlab qanday ish bo'lsa bir o'z oldiga bir qilib baqsa avval qo'lsilibchu hamda anaqsam bilaman deb ikkilanib o'tmaychu qo'lsilib qilib baqsa ya bo'ldi ya bo'lmaydi shu bilan ya qila oladiganligini ya qila olmaydiganligini shuni o'xshash shu sinab baqsa bo'ldi. Ondan keyin hamda mush kasbni mesela sizlarga o'xshash sinab baqsa bor yoshlarimiz qilib baqay desa sizlar shundan ta'minlab bir uyutib qilib qo'yishni o'ylamsizlar? Qalamsiz. Unda da bizga uynayli shayxchilar yoki o'spo'l qilayli da'vatqanlarga ko'p chiqchum shay. Bo'ldi uyutib qilib qo'ysak. Bo'ldi. Mana shu ekran oldidagi do'stlar, mana shu nima qilishini bilmayotgan nishonlar yo'qli bo'lib qolsalar, mana shu qaranglar, mushda shunda chiroyli qizchaqlar mana qarang, izdan kuchuk tayinib turib, mana shu qilib yetibmish kabobchilikni. Shunga izlanishinglar. Shu kasbni o'rgangisi va yoki ishdan sirtqi pul topgan bat demiş kasbni qilib baqsam bo'ldi deydigan olib qolsalar, sinab baqsanlar bo'ladi. Qilib baqsanlar bo'ldi, tirishib baqsanlar bo'ldi. Tirishqa odam hargiz yeydi qolmaydi. Shunga ekran oldidagi siz hargiz izingizdan voz kechmang. G'ayrat qilinglar. Rahmat. Bu kasbdimi yomon emas tapqil bo'ldi do'stlar. Shunga buni sinab baqsanlar bo'ldi. Bularning tirishchanligiga afrin aytmaslikdan boshqa amalimiz yo'q. Shuni qo'llash ustidan qo'shash bilan yurak yuzini qat'iy unutib qolmanglar. Mush sing'illarimizga, mush go'zal qizlarimizga yaxshi tilaklar har vaqt hamroh bo'lsin do'stlar.